Endi parallel ko'chirish va vektorlarga doir animatsiyalarni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz dastlab surgich hosil qilamiz. Mana slayder, surgich. Demak, mana maydonni ixtiyoriy nuqtasiga olib kelib bosdik. Mana surgichga A degan nom berilyapti. Bu qiymatlari 0 dan 1 gacha o'zgarsin. Bu qanchaga ortib borsin? 0 dan 0,1000 dan 1 ga ortib borsin. Bu slayder, surgich gorizontal bo'lsin. Bu tezligi 1 ga teng va tebranuvchi bo'lsin. Hop, shunday qilib biz hosil qilaylik. Mana demak, slayder hosil bo'ldi. Qiymati 0 dan 1 gacha. Hop, endi hali ham faol ekan, demak, mana chiqdik endi slayderdan, surgichdan chiqdik. Va qiymati birorta o'rtadagi qiymatga teng bo'lsin. Endi mana parallel ko'chirish va vektorlarga doir animatsiyalarni hosil qilish uchun masalan birorta obyektni olamiz. Aytaylik, birorta aylana olaylik. Radiusi 4 ga teng bo'lgan birorta aylana olamiz. Mana aylana oldik. Endi birorta vektor olamiz. Demak, vektorni turli xil yo'llar bilan hosil qilishimiz mumkin. Masalan, birorta vektor oldik. Mana B, S vektori olindi. Endi yangi bir vektor olamiz. Uni surgichga bog'laymiz. Masalan, A ko'paytiruv U. Ya'ni yangi hosil bo'lgan vektor mana bu U vektorini A surgichni qiymatiga ko'paytirishdan hosil bo'lyapti. Mana natijada bizda V vektor hosil bo'ldi. Nimaga V vektor bu yerda hosil bo'ldi? Bu V vektor koordinatalar boshidan chiqqan vektor. Boshi koordinatalar boshida. Shuning uchun mana shu yerda hosil bo'ldi. Hop, V vektorini ko'rinmaydigan qilib qo'yamiz. Hop, U vektor ham ko'rinmasin. B va S nuqtalarini ham yashirib qo'yamiz. Endi mana bu aylanani V vektorga suramiz. Endi V o'zgaruvchan vektor. Mana buni ko'raylik yana. Mana agar slayderning qiymati o'zgarsa, V ning qiymati o'zgaradi. Mana 0 vektor hosil bo'ldi. Agar slayderning qiymati 1 ga teng bo'lsa, 1 ko'paytiruv U, ya'ni U vektorga teng bo'ladi. Endi mana bu aylanani V vektorga parallel ko'chiramiz. Mana bu parallel ko'chirish uskunasidan foydalanaman. Aylanani tanlayman, obyektni va V vektorini tanlayman. Hozir qaytadan tanlaymiz. Demak, parallel ko'chirish. Parallel ko'chirishni tanladim. Obyektni tanlayman. Aylanani va V vektorini tanlayman. Mana natijada aylana V vektorga parallel ko'chdi. V vektorini yashirib qo'yamiz. Ana endi slayderni o'zgartirsak, aylanani holati o'zgaradi. Masalan, yaqqolroq ko'rinish uchun pastga suramiz. Mana endi animatsiyani ko'ramiz. Mana A ning qiymati o'zgarishiga qarab turib, mana yangi hosil bo'lgan aylana ham o'zgaryapti. A 0 ga teng bo'lganda dastlabki aylana bilan ustma tushadi. A 1 ga teng bo'lganda, demak, U vektoriga suriladi. Demak, mana shunday qilib biz animatsiyani hosil qilishimiz mumkin. Hop, navbatdagi savolga o'tamiz. To'xtatamiz animatsiyani. Hop, U vektor va V vektorlar bizda qolsin. Animatsiya ham qolsin. Keyingi savollarda foydalanamiz. U vektor ko'rinmaydigan qilib qo'yamiz. U vektorni. Hop, keyingi savolimiz. Harakatlanuvchi ko'p burchak. Ko'p burchakni harakatlantiraylik. Buning uchun mana ko'p burchak uskunasidan foydalanamiz. Birinchisini olamiz.
Köprüçek çizamiz. Aytaylik. To'rt burchak bo'lsin. Qaralayotgan ko'pburchak. To'rt burchak hosil bo'ldi. Endi buni harakatlantiramiz. Uni v vektoriga parallel ko'chiramiz. Uning uchun mana parallel ko'chirish uskunasini tanlayman. Endi obyektni tanlayman. Mana bu yerda chapdan tanlashim ham mumkin edi. Endi v vektorini tanlayman. Va natijada v vektoriga parallel ko'chdi. Yangi ko'pburchakni hosil qildik. Uni rangini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Endi jonlantiramiz. Ya'ni animatsiyani ishga tushiramiz. A 0 ga teng bo'lganda, mana surgichning qiymati 0 ga teng bo'lganda, mana bu ko'pburchak bilan ustma tushyapti, berilgan ko'pburchak bilan. A ning qiymati 1 ga teng bo'lganda, mana u vektorga parallel ko'chyapti. Demak, mana shu ko'rinishda biz demak animatsiyani ishga tushirishimiz mumkin. Mana animatsion rasm hosil qilishimiz mumkin. Xo'p, animatsiyani to'xtatamiz. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Nuqtalarni o'chiramiz. Yo'ldan o'chirishimiz ham mumkin. Buni o'chirdik. Xo'p, endi keyingi savolga o'tamiz. Parallelogram qarama-qarshi tomonlari tengligi animatsiyasi. Endi parallelogram olamiz. Ixtiyoriy ravishda bitta parallelogram hosil qilaylik. Masalan, A, D ni ikkita nuqta oldik. Ularning o'rtasini bu parallelogramning qarama-qarshi uchlar bo'lsin. Ularning o'rtasida parallelogram diagonallar kesishgan nuqtasi bo'ladi. Yana bitta nuqta olaylik. Mana bu yerda mana bu parallelogramning 3-uchi bo'lsin. Endi uni 4-uchini topamiz. Mana demak, markaziy simmetriyadan foydalanib f ni y ga nisbatan simmetrik ko'chiramiz. Natijada biz parallelogramning uchlarini hosil qildik. Endi ularni tutashtirib parallelogram hosil qilamiz. Kesmalar bilan tutashtirib parallelogram hosil qildik. Mana bu tomonni, mana A f' tomonni agar A f vektoriga sursak, mana bu tomon bilan ustma tushadi. Biz shuni hozir animatsiyada ko'rsatamiz. Bu yerda mana bu segmentlarni, kesmalarni nomlarini yashirib qo'yamiz. Mana endi biz mana bu vektorni hosil qilamiz. Xo'p, mana bu vektorlarni o'chiramiz. A f vektorini olamiz. Mana u bilan belgilandi. Va buni yashirib qo'yaylik. Endi yangi v vektor hosil qilaman. Uni animatsiya bilan bog'layman. Uni A ko'paytiruv u deb olamiz. Mana v vektor ham hosil bo'ldi. Endi A f', ya'ni parallelogramning mana bu tomonini, mana kelinglar, mana shu tomonni rangini qizil bilan belgilaylik. Mana bu tomonga parallel ko'chirib olib kelamiz. Tengligini ko'rsatish uchun biz demak v vektoriga suramiz. Parallel ko'chirish uskunasidan foydalanaman. Shu tomonni bosaman. Endi uni v vektoriga suramiz. Bu yerda boshqa nuqta ham hosil bo'ldi. F2'ni o'chirib qo'yamiz.
Burada A ştrix. Endi suramiz. Bu tomonni V vektoriga parallel suramiz. Ana parallel surildi. Natijada A ştrix, F2 ştrix kesma hosil bo'ldi. Hop, endi harakatga keltiramiz. Mana harakatga keltirsak, mana bu kesma harakatlanadi. Chunki mana bu yangi hosil bo'lgan kesma A ştrix, F2 ştrix kesma, mana bu A, F ştrix kesmani demak V vektoriga parallel ko'chirishdan hosil bo'lyapti. Mana V vektorini o'zini ham ko'rishimiz mumkin. Mana V vektorini uzunligi o'zgaryapti. Shunga mos ravishda demak mana bu kesma ham harakatga kelyapti. Mana shu yo'l bilan demak biz parallelogram qarama-qarshi tomonlarini tengligini animatsiya yordamida ko'rsatishimiz mumkin. Hop, keyingi savolga o'tamiz. Hop, animatsiyani qoldiramiz. Slayderni qoldiramiz. Surgichni qoldiramiz. Endi parallel to'g'ri chiziqlar va kesuvchi hosil qilgan teng burchaklar. Parallel to'g'ri chiziqlar va kesuvchi hosil qilgan. Parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazamiz. Dastlab to'g'ri chiziq o'tkazaman. Bitta to'g'ri chiziq. Tashqaridan bitta nuqta olaman. Bu nuqtadan berilgan to'g'ri chiziqqa parallel to'g'ri chiziq o'tkazaman. Va endi kesuvchi hosil qilaman. Chunki mana bu S va A nuqtalaridan bitta to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Mana natijada parallel to'g'ri chiziqlar va mana kesuvchi hosil bo'ldi. Endi parallel to'g'ri chiziqlar va kesuvchi hosil qilgan teng burchaklar. Bu yerda bir nechta teng burchaklar bor. Shulardan bir juftini olamiz. Burchakni belgilashda men mana bu doiraviy sektor uskunasidan foydalanaman. Masalan, mana bu burchakda markazi A nuqtada bo'lgan, mana D, A, Y burchak. Endi markazi S nuqtada bo'lgan, mana bu burchak. Shu ikkala burchakni teng ekanligini biz animatsiya yordamida ko'rsatamiz. Aytaylik, birortasini rangini o'zgartiraylik. Mana bu qizil rangga o'zgartiraylik. Endi mana shu burchakni parallel ko'chirib, mana burchak bilan ustma tushishini ko'rsatamiz. Burchak burchakka teng ekanini ko'rsatamiz. Buning uchun quyidagicha vektor olamiz. Vektor uskunasidan foydalanib, qaysi vektorga parallel ko'chirishimiz kerak? A, S vektoriga parallel ko'chirishimiz kerak. Mana u vektor hosil bo'ldi. Endi harakatlanib borishi uchun men uni animatsiyaga bog'layman. A ko'paytiruv U degan yangi vektor hosil qilamiz. Mana u vektor V bilan belgilandi. Mana bu yerda hosil bo'ldi. Endi parallel ko'chiraman. Parallel ko'chirish uskunasidan foydalanaman. Mana bu burchakni V vektoriga parallel ko'chiramiz. Mana parallel ko'chdi. Agar A ni qiymatini o'zgartirsam, V ni qiymati ham o'zgaradi va mos ravishda burchak parallel ko'chib boradi, surilib boradi. Va mana bu yerda to'la ustma tushmaganligi mana bu demak sektorlarni radiuslarini teng qilib olmaganligimiz. Masalan, ozgina surib tenglashtirsam, mana to'la ustma tushyapti. Endi mana jonlantiramiz. Mana harakatini ko'ramiz. Endi V vektorini ko'rinmaydigan qilib qo'yamiz. Natijada bu burchaklarning tengligini biz animatsiyasini hosil qildik.
Demek şu yo'l bilan biz parallel ko'chirish va vektorlarga doir animatsiyalarni hosil qilishimiz mumkin. O'chiramiz. Animatsiyani to'xtatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.